Podveska qismlarini nosozligining 5 ta asosiy sababini birgalikda tahlil qilsak. Birinchi sabab stabilizator bar ulanish qismlarining ishdan chiqishi, podveskadan vaqti bilan chuqurlardan yoki notekis yo'llardan o'tganda ovoz chiqishi. Qanday diagnostika qilish mumkin deb o'ylaysiz? Quyidagi harakatlar orqali buni bilib olish mumkin. Mashinani ko'rik chuquriga qo'ying. Vtulkalarda yoruqlar yoki deformatsiya bor yo'qligini tekshiring. Stabilizator bar ulanma qismlari haddan tashqari bo'shashib ketmaganiga ishonch hosil qiling. Lomdan foydalanib, podveskaning yuk ko'taruvchi strukturaviy qismlarini tekshirib ko'ring. Buning uchun lomni ushbu qismlar yaqinida, ya'ni stabilizator barga qarshi ulanish nuqtalariga kuch berish kerak. Shunda bo'shashgan nuqtalarni bemalol aniqlash mumkin. Agar qismlar nosoz bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ulanmalarda sezilarli darajada bo'shashuv kuzatiladi va konstruksiya o'zining mustahkamligini yo'qotadi. Natijada bo'shashuv va noodatiy tovushlar yuzaga keladi. Ushbu qismlarni ta'mirlashning iloji yo'q va yangisiga almashtirilishi kerak. Ikkinchi sababi amortizator ustunining podshipnikligi tayanchlari, ya'ni chashkasi ishdan chiqishi. Uning belgilari metal qismlarning taqillashi yoki notekis yo'llarda harakatlanishda yoki rulni burish paytida g'ichirlagan rezina tovushi. Diagnostika qilish uchun tekshirilayotgan chashka qopqog'ini olib tashlash kerak. G'ildirakka u harakatlanmasligini ta'minlovchi moslama, ya'ni stopper qo'yib qo'yish kerak. G'ildirakning ostiga esa taxta qo'yilishi shart. Taxtaning chetiga kuch berish orqali podveska elementlariga yuklama berib ko'ramiz. Agar amortizator o'qi bu kuchdan keyin yuqoriga va pastga harakatlanishni boshlasa, bu belgi chashka o'rindig'ining buzilganini yoki bolt bo'shashganini bildiradi. Vaqti bilan chiqadigan shovqin rezina elementining shikastlanganini bildiradi. Shu joyda bitta narsaga e'tibor bering. Chashkaning ochiq dizayni elastik elementda yoruqlar bor yo'qligini tekshirishga imkon beradi. Nosozlikni bartaraf etish uchun yangi chashka o'rnatish kerak. Uchinchi sababi sharsimon sharnirlar ishdan chiqishi. Burilishlarda yoki chuqurlardan o'tishda taqillagan va g'ichirlagan ovozning kelishi, shinalarning notekis yedirilishi yoki mashina harakatlanayotganda g'ildiraklarning to'satdan noto'g'ri yo'nalishga olib ketish kabi sabablar kiradi. Diagnostika qilish uchun rulni bloklab, mashinani domkrat yordamida ko'taring. Shundan keyin g'ildirakni vertikal va gorizontal yo'nalishda oldinga va orqaga chayqatib ko'ring. Agar qism bo'shashgan va taqillagan tovush bo'lsa, bu sharnirda muammo borligini bildiradi. Sharnirdagi changdan himoya qilib turuvchi qopqoqlarni tekshiring. Qoplama ustun nam hamda unda kir to'plangan bo'lsa, bu narsa qoplamada yoruqlar paydo bo'lganini va o'sha joydan moy sizib chiqqanini bildiradi. Shu joyga bitta narsaga diqqat qilish kerak. G'ildirakni chayqatish yoki lomni rul boshqaruv tizimining qismlariga tayantirib diagnostika qilish usuli faqatgina sharnir deyarli butunlay eskirganda samarali bo'ladi. Faqatgina shundan keyin bu sharli bo'g'in vertikal harakatlana boshlaydi. Chang himoya qopqog'iga shikast yetkazmasligi uchun lom bilan ishlashda ehtiyot bo'lish kerak. Albatta nosoz qismlarni ta'mirlashning iloji yo'q va yangisiga almashtirilishi kerak. To'rtinchi sabab rulovoy tiyaga yoki o'zbek tiliga tarjima qilganda rul bog'lovchi tayog'i deyish mumkin. Uning ishdan chiqish belgilari quyidagicha: mayda chuqurlardan yoki shag'alli yo'llardan o'tishda taqillagan tovush, ruldagi vibratsiya yoki notekis yedirilgan shinalar. Qismni diagnostika qilish uchun rulni bloklab, mashinani domkrat bilan ko'taring. G'ildirakni yana o'sha xuddi gorizontal va vertikal yo'nalishda oldinga va orqaga chayqatib ko'ring. Agar qismda bo'shashuv va tovush kuzatilsa, rul tiyagasi yoki uning uchidagi nakonechnik shikastlangan bo'lishi mumkin.
Lom yordamida qism ulanmalarida bo'shashuv bor yo'qligini tekshiring. Nosoz rul tiyagasi va uning uchida joylashgan nakonechnik mashina rul boshqaruvining aniqligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ularni tezda almashtirish kerak. 5-sabab rezina metal vtulkalar. Ularning ishdan chiqish belgilari quyidagicha bo'ladi. G'ichirlash, notekis yediriladigan shinalar, mashina burilganda oldingi qismi botib yoki ko'tarilib ketishi, rul titrashi kabi sabablar kiradi. Diagnostika quyidagicha bo'ladi. Mashinani ko'rik chuquriga joylashtiring. Lom yordamida vtulkalarning elastikligini tekshirib ko'ring. Vizual ravishda rezina qismlarida yorilishlar borligini tekshiring. Chunki vaqt o'tishi bilan bu rezina qismlar elastikligini yo'qotadi va yemiriladi. Bu rezina metal qismlarni ta'mirlashning umuman iloji yo'q va o'z-o'zidan yangisiga almashtirilishi shart. Ba'zan taqillagan shovqalar boshqa yaqin atrofda joylashgan qismlarning buzilgandan ham kelib chiqadi. Quyidagi qismlarni ham tekshirish tavsiya etiladi. Gaz chiqarish tizimi o'rnatkichlari va mahkamlagichlari, zaxira g'ildiragi boltlari, amortizator prujinalarining holati, va nihoyat tormoz kolodkalari va supportlari bo'shashib ketmaganligini tekshirish juda muhimdir. Esdan chiqarmangki, mashinaning podveskasi ta'mirlangandan keyin g'ildiraklarning razval burchaklarini tekshirish kerak. Buning uchun maxsus tekshirish uskunasiga ega avtoservisga murojaat qilishning o'zi yetarlidir.